Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Musul Mo'yiti. Davomi. Turpan xalqi ayni yillarda tunji qitim Musulbayning vositasi bilan Rossiya mollari bilan tanishgan. Musulbay paxtini asos qilib, üzüm, yung tera, yipak, tivit, ot yaylisi qatorliq yerlik mahsulotlarni Rossiyaga elib chiqib, u yerdan chini qacha, samovar, kamput, saranga, shokolad, har xil raxtlarni akilib setib, xalqni kunlik turmush buyumlari bilan ta'minlagan. Janubning savdogarlari bo'lsa, Yengishahar bozorida Qashqar saroy, Xotan saroy, Oq saroy qatorliq mehmon saroy, danglarni qurib, to'ga karvonlarini mangdirib, turponga mata, chakman, sagaz, qo'l hunar buyumlari, quruq meva-chevalarni akilib sotgan. Bularning ichida Oqsudan kelgan g'opur qori ochgan, oq gaj bilan sirlanganligi uchun Oq saroy deb atalgan. Hozirgi tashqi savdo shirkatining o'rni. Saray bir qadar dangliq bo'lib, bu yerda ayni yillarda nurg'un faoliyatlar, yig'ilishlar o'tkazilgan. An'anaviy qo'l hunarvanchilik, dehqonchilik, sanoatlashgan korxona, chegara ichi sirti savdosi qatorliq bir qancha xil tijorat turi bilan shug'ullanib, halollab biygan musul muhiti 1920-1930 yillarda Otishdagi Musabay, Qashqarlik Axunbay, Obul Hasan Hoji, Velibay, Qumuldagi Hasan Balhojilar qatorida Shinjondagi mashhur baylardan bo'lib qolgan. Musulbay Rossiyadagi shaharlarga bir necha qatim berib kelish jarayonida kichkidan boshlab o'tkir, zerak, tadbirlik, yangilikqa qiziqishi kuchlik bo'lgan inisi Maqsud Mo'yitini billa elib olib, uni tijorat ishlaridan xabardor qilgan. Musul Mo'yiti ig'ir besiq, muloyim, kamso'z, oq ko'ngil, imoniy komil, bo'y turuq jihatdan yo'g'on yulpi, zo'r gavdalik kishi bo'lib, savdoda izchil odil bo'lib, xalqqa manfaat yetkazish tarafida turgan. Har qanday ishda ehtiyotchan bo'lib, harom boyliqqa, haqning haqqiga yaqin yo'lamagan. 1921-yili Maqsud Mo'yiti ikkinchi qitim tashkil qilgan Maqsudiya maktabi o'qituvchi kamchil bo'lish sababidan taqilib qilish girdobiga berib qolganda, Musul Mo'yiti Urumchiga chiqib, bu yerda turayotgan Maqsudiya maktabining birinchi qarorliq o'quvchisi Ostonalik Abbos Najibiyni taklif qilib akilib, bir sinfliq maktab ochgan. 1931-yili inilari Maqsud Mo'yiti bilan Mahmud Mo'yiti Qumulda qo'zg'algan Xo'janiyaz hojiga ovoz qo'shib, Ostonada qo'zg'alon ko'targanda, umu inilariga aktiv ovoz qo'shgan. Inisi Maqsud Mo'yitiga va o'ziga tava bir qism qarzlarni setib, shuning puliga qo'zg'alonning qurol yarog' masalasi va boshqa xarajatlarini hal qilgan. Musul Mo'yiti qo'zg'alonchilar orasidagi ko'pni ko'rgan, mo'ysipit, taqvodor, donishmand kishi bo'lish sifati bilan Turpandagi dangliq jami bo'lgan Qozixona masjidida ommani yig'ib, "Shengistay nechkonkada jadu akilib bizni to'g'rimoqchi bo'lyotidi. Qo'ymo bo'yniga pichoq surkalganda jon talishidi. Hammamiz ittifoqlashib, inqilob qilsaqla dushmanning ustidan g'olib kelib, jinimizni saqlab qola olamiz" deb nutq so'zlab, ko'pchilikni fidoyi bo'lishga safarbar qilgan. Maqsud Mo'yiti Lukchundagi jangda qazo qilib, Mahmud Mo'yiti Xo'janiyaz hoji bilan janubga manganda, umu egilikini tashlab qo'yib, qilcha ikkilanmay qo'zg'alonchilar bilan birga atlangan. Qo'zg'alon jarayonida u asosan degudek o'zini ko'rsatmay, Xo'janiyaz hoji, jumladan Mahmud Mo'yitining orqa saf oila ishlariga mas'ul bo'lgan va nurg'un ishlarda qo'zg'alonchilarga yaxshi yordam, maslahat bergan. 1933-yili 11-oyda Ostonada qo'zg'algan Maqsud Mo'yiti, Mahmud Mo'yitilar fidoyilar bilan birga Turpan Yengishaharni egilib, Ko'ni shaharga hujum qilishga tayyorlandi. Dal shu paytda savdo ishi bilan Urumchiga chiqib ketgan Musul Mo'yiti qo'zg'alonchilarning taqdiriga munosabatlik bo'lgan intayin muhim bir axborotni elib Turpanga qaytib keladi. Aslida Jing Shurin 800 askarni Turpan xalq qo'zg'olonini bostirishga avatgan bo'lib, Musulbay bu xabarni yetkazish uchun
odam mangmaydigan chig'ir yo'llar bilan kechilab minib kelgan edi. Agar amdila qo'zg'algan qoral va odam kuchi jihatdan ojiz bo'lgan qo'zg'alonchilar bundaq kuchlik dushmanning hujumiga uchrasa, mag'lub bo'lish xavfiga duch keladi. Bu ishdan baldur xabar topgan qo'zg'alonchilar tayyorlikni puxta qilib, ommani safarbarlikka keltirib, Urumchidan yordamga kelgan 800 askarni mag'lub qilib, qo'zg'alonning dastlabki zo'r g'albisini qo'lga keltirdi. Amalsiz qolgan Jing Shorin qumul qo'zg'alonchilarini bostirishga avatgan Shingistayni darhol kayniga yinib, Turpanni besiqtirishga buyruq qiladi. Kuchlik dushmanning oldida amalsiz qolgan Turpan qo'zg'alonchilari ikkiga bo'linib, Maqsud Mo'yti boshchiligidagi bir bo'lak qumulga berib, Xo'janiyaz hojini Turpanga taklif qilish, Mahmud Mo'yti, Musul Mo'yti, Mashiming boshchiligidagi bir bo'lak Qora shaharga chekinib, shu joyda vaqtliq panohlanib turishni qaror qiladi. Mashiming Qora shaharga kelgandan keyin Mahmud Mo'ytini yaklab, uni chat bo'lgan Xotun Sumbulda turg'izib qo'ydi. Mahmud Mo'ytiga maslahat solmay, Musul Mo'yti boshchiligidagi bir o'mak tashkillab, Gansu'dagi Ma Zhongyangni Xinjiangga chiqib ikkinchi qitim yordam berishga taklif qilish uchun Qora shahardan Taklamakan orqali Gansu'ga yo'lga soladi. Xo'janiyaz hoji Turpanga kelganda Mahmud Mo'ytimo qo'l ostidagi fidoyilarni boshlab Turpanga qaytadi. Xo'janiyaz hoji qo'shin boshlab Guchunga kelganda Gansu'dan Qumulga kirgan Ma Zhongyang Musul Mo'ytilar bilan uchrashib, Musul Mo'ytini Turpanning shahar mudofaa qo'mondoni qilib tayinlab, kayniga qaytirib, o'zi qo'shinlarini boshlab, Xo'janiyaz hojining yiniga qarab mangadi. Buningdan xabar topgan Xo'janiyaz hoji Ma Zhongyangning qanday qarashda ekanligini bilib beqish maqsadida Turpanga odam avatib, Musul Mo'ytini Moriga taklif qiladi va Mahmud Mo'yti bilan birga Morining usti tarafidagi tog' eg'izidan kirib, odam oyoq bosmagan yerlardan o'tib, Pichan Ko'kyardan Udul Moriga boradigan yo'lga tushib, Musul Mo'yti bilan uchrashib ahvollashidi. Ondan Moriga qaytib, Ma Zhongyang bilan ko'rishidi. Xo'janiyaz hoji garchi Ma Zhongyang bilan bir fikrda bo'lmasa-mu, Shingishsayda kuchlik dushman oldida uning bilan birlashishga majbur bo'ladi. Jimsar urushida Ma Zhongyang vafosizlik qilib, Xo'janiyaz hojilar taslim qilgan Jimsardagi cheriklarning xil qurollarini ko'z bo'yamchilik bilan ilib ketadi. Buning bilan Xo'janiyaz hoji bilan Ma Zhongyangning ittifoqligi buzilib, ikki taraf rasmiy dushmanlashishga qarab yuzlanadi. Xo'janiyaz hoji aylanib, Korlining bosh agim jilg'isiga kelib, Ma Zhongyangni Janubiy Xinjiangga o'tkazmaslik uchun to'sib zarba beradi. Biroq Ma Zhongyangning askariy kuchi zo'r, qurollari xil bo'lg'achqa Xo'janiyaz hoji jiddiy yordamga muhtoj bo'ladi va keyin Sovet ittifoqining yarashtirishi orqasida Shingishsay bilan Jimsarda o'tkazilgan ittifoqlik kelishimining ro'yiga asosan Sovet ittifoqi konsuli Zlatkindan ham Shingishsaydan yordam so'ramoqchi bo'ladi. Biroq Davanchingdan Qora shahargacha bo'lgan yo'llarning hammasi Ma Zhongyangning qo'lida bo'lg'achqa Rus konsuli ham Urumchi bilan qandoq aloqalashish, qurol yarog'larni qandoq ilib kelish qiyin masalaga aylanadi. Xo'janiyaz hoji qatorliq qo'zg'alon boshliqlarining nima qilishini bilolmay beshi qitib turganda Musulbay maslahat ko'rsatib, Urumchi yo'li etilgan bo'lsa, Qashqar yo'li ochiq. Qashqardami Sovet hukumatining konsulxonasi bor. Biz shu konsul bilan so'zlashib ko'rsak, bizga Uchturpan chegarasi orqali qurol yarog' yetkazib bersa, degan maslahatni berdi. Bundaq aqlana fikrdan ko'ngli yorib ketgan qo'zg'alon mas'ullari Musul Mo'ytining boshchiligida Qosim apandi, Fazil Dorg'a qatorliqlarni Sovet konsuli bilan so'zlashish uchun Qashqarga avatdi. Darhol yo'lga chiqqan musulbaylar savdogar qiyofatida yasinib Qashqarga keladi va Qashqar doti Turpanliq Yunusbek bilan ko'rishib, o'zlarini Sovet konsuli bilan ko'rishtirishni talab qiladi. 3 kundan keyin ular Samandagi Sovet konsulxonasiga kirib, konsul bilan ko'rishdi. Sovet konsuli Moskva bilan aloqalashib, 4 kundan keyin Xo'janiyaz hojiga qurol setib berish haqidagi savdo kelishimining bir nusxasini ularga berdi. Musul baylar shu kechsila o'zlarini bilib qilib, shahar sirtidagi yo'l eg'izlarida saqlab yotgan
Çolaq Zexuyning odamlarni dag'da qoldirib, boshqa yo'l bilan bosh agimga qarab yo'lga chiqdi. Xo'janiyaz hoji bilan musulbaylar Kuchada jam bo'lgandan keyin Sovet taraf bilan tuzishgan savdo kelishimi bo'yicha Sovet taraf 1000 tal 5 atarni 100 taldan o'qi bilan setib berish, qo'zg'alonchilar buning badaliga 80 ming tuyoq yosh erkak qo'y berish sharti ustida maslahatlashidi. Bir tal miltiqqa 80 erkak qo'y tegishishdan iborat bu ig'ir shartni qandoq o'rindash, munchavala ko'p qo'yni nadin, qandoq tepish, tog' daryolardan o'tkazib, Uchturpan orqali Sovet chegarasiga qandoq yetkazish qatorliq masalalar ustida talash tartish bo'lib, Sovet tarafning jazonxo'rligidan norozi bo'ladi. Bu chog'da Kuchalik cho'ng chorvador va boy Sodiq hojim o'zining bo'yiga yetgan qizi Qambar Nisoni Xo'janiyaz hojiga nikohlab berish, Xo'janiyaz hoji Sodiq hojiga Oqsuv viloyatining do'tay yoki muavin do'taylik mansibini berish sharti bilan fidoyilarga 30 ming tuyoq qo'y yordam qilmoqchi bo'ladi. Xo'janiyaz hoji bu ishning ta'siri yaxshi bo'lmaydi deb dastlabda qo'shilmaydi. Keyin 80 ming tuyoq qo'yning amali bo'lmaganlikdan hamda musul muhiti qatorliqlarning kucha xilimi 30 ming tuyoq qo'yni birga ilib kelsa, buning nima yomoni bor degan da'vati bilan bu ishga ma'qul bo'ladi. Musulbay qo'y yig'ish ishiga mas'ul bo'lib, Kucha, Shoyar, To'qsu, Boy, Uchturpan, Kalpin, Avat qatorliq nahiyalarda qo'y iyonisi to'playdi. Buning bilan Sovet ittifoqi bilan qo'yga miltiq almashtirish kelishimi o'ngishli bo'lib, fidoyilarning urush qilish kuchi zo'r darajada yuqori ko'tariladi. Musulbay inqilobchilarga agishib, Ostandan shu chiqib ketgancha inisi Mahmud Shijong va Xo'janiyaz hojilar bilan birga Qashqargacha berib, izchil turda fidoyilarning orqa saf, ta'minot, maslahatchilik ishlariga mas'ul bo'lib, bu ishlarni o'ngishli yurishtirib, inqilobning taraqqiyoti uchun muhim tuhfa qo'shgan. 1937 yili 4-oyda Mahmud Mo'iti Qashqar qog'iliqdan Ladakh yo'li bilan Hindistonga chiqib ketganda, Musul Mo'itimi inisi bilan birga mangan. Ular shundan keyin yot ellarda sarson bo'lib, Hindiston, Saudiya Arabistonlarga berib, Yaponiyada bir mezgil turgan. Musul Mo'iti 1941-yili Yaponiyaning Tokyo shahrida 70 necha yoshida kasal sababi bilan qazo topgan. Uning xotirtosh tiklangan qabrisi Tokyodagi musulmonlar qabristonligida hozirmi bor. Musulbay kak saqal, kichik burut qo'yib oladigan, beshiga yo'g'on tumoq kiyib oladigan, gavdilik, yo'g'on yulpi kelishgan kishi bo'lib, uning Qosim Mo'iti, Qosimboy, Abdurahmon Mo'iti, Abdurahim Mo'iti, Abdurazaq Mo'iti qatorliq o'g'illari, Sarixon Mo'iti, Maxtumxon Mo'iti qatorliq qizlari bo'lgan. Qisqasi, tarixda Musulbay deb atalgan Musul Mo'iti o'tgan asrning boshlarida mahkumlikda yashayotgan xalqimiz aqalli insonlik huquqidanmi bahramon bo'lolmayotgan, savdo еңi texi yetilmagan, tijorat yo'llari butunlay bekik holatda turayotgan, bo'libmi butun Shinjongning tashqi savdosini boj topshirmaydigan nafsaniyatchi Rossiya savdogarlari monopol qilib olib, yerlik savdogarlarni ig'ir boj bilan qiynab, ularning savdo qilishiga to'sqinlik qilayotgan sharoitda xuddi otishdagi aka-uka Musaboyevlarga o'xshash har qanday qiyinchilik, besimlarni yengib, tijorat doirasini chet ellargacha kengaytib, xalqimizni chet ellarning moddiy madaniyati bilan tanishish imkoniyatiga ega qilgan. Butun sharqiy Shinjongning savdosini, yung, tera, paxtasini monopol qilib, to'ga karvonlari bilan cho'l jazirlarda oylab, yillab mengib, har qaysi yurtlarda savdo oborotini yurishtirgan. Bu orqali eng muhimi chet elliklarning tijorat niqobi bilan Shinjongga kirib, mo'l tabiiy boyliqlarni, qimmatli xom ashyolarni, nodon xalqimizni talon-taroj qilishiga, Rossiya savdogarlarining savdo tajovuziga unumli qarshi turgan, xom ashyo setib chiqarishdan zamonaviy savdo bo'lgan, pishiqlab ishlash yo'liga qarab mengib, paxta pishiqlab ishlash zavodlarini qurib, ayni yillardagi Shinjongning ibtidoiy savdosidagi mo'jizani yaratgan. Topgan pulini inisining maktab qurishi,
zulmatlik davrdagi balalarning qorong'u qalbini yoritishi, dehqonlar inqilobining g'alabasi uchun ishlatib, o'zining yuksak oliyjanob ruhini ifodalagan. Kishilarning psixikasidan shu narsa ayonki, pul yanamı ko'paytirish maqsadida jafo mushaqqat bilan topgan kishilar uchun texmu qadrlik bo'ladi. Shunga tijoratchilar har qanday ishda faqat foyda olishga ko'z yetgan sharoit ostida ondan mablag' soladi. Lekin tariximizdagi oz sondagi kishilar mushundaq ziyniga savdo qilib, millatning kelgusi taqdiriga chambarchas bog'langan ma'rifga mablag' soldi va silib kelyotidi. Musulbay tariximizdagi dal mushundaq kishilarning vakili bo'lib, bu xil ruhni haqiqatan ilg'orlik, fidokorlik, oliy janoblik demay bo'lmaydi. Musulbay keyin inalarining millatni inqilob orqali qutqizish chaqiriqiga ovoz qo'shib, mal dunyosini qo'zg'olonga yordam qilib, inqilobga otlanib, tashkilotchilik, targ'ibotchilik rolini o'ynagan. Muhim paytlarda o'zining tadbirlikligi, yiroqni ko'rarligi, donishmandligi, savdo tijorat jihatdagi qobillligi bilan foydali maslahatlarni berib, muhim vazifalarni o'rindab, halqiliq faoliyatlarni tashkillab, inqilobning taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. Musulbayning Musa Bayevlardan farqlanadigan, kishini afsuslantiradigan yeri shu yerdeki, uning savdosi, paxta pishiqlab ishlash zavodining ahvoli, hayot faoliyatlari haqida hech qanday yozma material qoldirilmagan. Uning ish izlari tariximizga putilmagan. Shunga muallif Musulbay haqida yanada tafsiliyroq ma'lumot berishga ojizlik qildi. Lekin Musulbayning nomi xalqimizning muborak qalbiga putilganligi uchun uning ruhi zaminimizda mangu yashaydi. Milodiya 1885-yili kuzda ideyasi vatanparvarlik, millatparvarlik, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik ruhi bilan sug'urilgan ulug' zotlardan Musa Bayevning o'g'illari bo'lgan aka uka Husaynboy bilan Bavudinboy Otishning Iksoq kentida Husayniya maktabini qurib, Tangirtog' bag'rida tunji yangi ma'rif mash'ilini yoqdi. Shuningdan keyin Uyg'ur zaminining qadimki ona makonlarining ma'rifat o'choqlarining biri bo'lgan Turpan ostonida tariximizda muhim rollarni o'ynagan Muhit Hoji oilasining tunji o'g'li Musulbayning qo'llashi bilan ikkinchi o'g'li Maqsud Mo'yti Maqsudiya maktabini qurib, Ediqut diyorini ma'rifat mash'ili otishdan keyinla ikkinchi bo'lib yalqinjigan zaminga aylantirdi. Otishdagi Musa Bayev oilasi bilan Turpandagi Mo'yitilar oilasi ajoyib o'xshashliklarga ega bo'lib, ikkala oila eng avval savdo tijorat bilan shug'ullanib, tijorat doirasini xalqarogacha kengaytgan va iqtisodiy jihatdan mustahkam asosga ega bo'lgan. Ikkala oilaning Husaynboy, Bavudinboy va Musulboy Maqsudboydan iborat ikkidan o'g'li bo'lgan. Bu o'g'illar dadasining savdo engiga varislik qilish, tijorat doirasini texmu kengaytirish bilan birga tijorat davomida ilg'or ideyalar bilan qurollangan. Ikkala oilaning cho'ng o'g'li iqtisodiy jihatdan muhim yo'lanch bo'lgan bo'lsa, ikkinchi o'g'li maktab ochib, ma'rifatchilikni targ'ib qilgan. Ikkala oila ikki yurtdagi obro'yliq, shuhratlik, fuqumushliq, Şinjan tarixiga zo'r ta'sir ko'rsatgan oilalardan bo'lib qolgan. Hamdi bu ikki oilaning o'xshamaydigan yeri shu yerdagi Mo'yitilar oilasidagi o'g'illar ayni davrda millatni jaholat va zulmdan faqat ma'rifat orqali qutqizg'ili bo'lmaydiganligini, eng muhimi qo'lga qurol elib, inqilob qilish kerakligini tonib yetib, tijorat qilish, ma'rifatchilik bilan shug'ullanish bilan birga ayni davrdagi dehqonlar inqilobiga rahbarlik qilib, Gomindan aksiyachilari va yerlik feodallarning zulmiga qarshi qonli kurashlarni ilib borgan. Ularning g'urra sadolari, ot tuyoqlarining do'pirlagan tevishi sharqdan Qumul 12 tog'dan boshlanib, shimolda Gochung, Jimsar qal'alarigacha, janubda Qaraqurum tog'larigacha, Taklimakan qumliqlargacha, Tarim vodilarigacha aks sado paydo qilgan. Ular ayni vaqtdagi mustabid hukmron Jallod Shingshisayning yurkini bujib, butkul Şinjan tuproqiga inqilob o'tini tutashtirgan. Mo'yitilar oilasi avlodlarining ko'pinchisi jang maydonlarida
Jallod Şengisteyning turmalarida qurbon bo'lgan. Moitilar oilasi farzandlarining ulug' ruhi shu yerdaki, ular ayni davrdagi jaholat hukm surgan muhitda boyligi hisobsiz, turmushi xotirjam, yurt ichida obro'y inovati yuqori, chet ellargacha iqtisodiy muomala qila oladigan yerlik amaldor baglarmi ulardan hayiqadigan holatda tursimi, atrofidagi izilayotgan qarindoshlari uchun, xalqi uchun o'zlarini, boylik martabasini, hatto hayotini qurbon qilib, tanglik, o'rlik izlab kurashga otlangan. Mol mulkini, yurtini, farzandlarini hech qanday besati yo'q, lekin e'tiqodliq yuragi bor yalangtush qarindoshlariga atab qonliq janglarga qatnashib, oxiri hayotini qurbon qilgan. Bu xil oliyjanob, shaxsiyatsiz, fidokorona ruh kishini haqiqatan qoyil qiladi.